Assalomu alaykum azizlarim. Ismim Feruza, siz Feruza Rizayeva kanalidasiz. Bugun siz bilan hayotingizda yaxshiliklar kirib kelishi uchun, omad kirib kelishi uchun nimalar qilish kerak, men nimalar qildim va menda qaysi usullar o'xshadi, nimalar qilganimdan keyin hayotim yaxshilanib ketganini gapirib bermoqchiman. Shunchaki tajribamni siz bilan bo'lishmoqchiman. Judayam qiziq bo'ladi, judayam kerakli bo'ladi. Ayni bu gaplarni men ham qachondir eshitishni xohlaganman va bugun shu tajribamni siz bilan bo'lishga qaror qildim. Masalan, hammamiz hayotimizda har xil qiyinchiliklar, nohaqliklar, noto'g'ri vaziyatlar bo'ladi. Ba'zan o'sha holatlarda yashab inson nima qilsam yaxshilanadi, nima qilay deb izlanib, o'rganib topolmaydi nima qilish kerakligini. Men qisman bo'lsa ham topdim deb o'ylayman va bugungi videoni albatta eshiting. Albatta hayotingizni yaxshilashiga yordam beradi. Bu men aytgan bugungi maslahatlarni qo'llasangiz, inshaalloh rahmat aytasiz menga. Juda ham hayotingizda yaxshiliklar kirib keladi. Birinchi bo'lib, hayotni o'zgartirish uchun odam boshqa joydan, kimlarnidir o'zgartirishdan, tashqi tarafni o'zgartirishdan boshlash noto'g'ri narsa. Men ham o'zimni hayotimni o'zgartirish uchun, baxtli bo'lishim uchun yonimdagi odamlarni o'zgartirishim kerak, shaharni o'zgartirishim kerak, uyimni o'zgartirishim kerak deb o'ylab noto'g'ri qilganman. To'g'ri, ba'zan odamlar ham juda xalaqit berishi mumkin, чересчур toksichniy odamlar bo'lsa, har doim noliydigan odamlar haqiqatdan xalaqit beradi. Lekin birinchi ichki holatingizni, fikrlaringizni o'zgartirsangiz, hayotingiz juda ham o'zgarib ketadi. Buni nimadan boshlash kerak, qanday amalga oshirish kerak? Bu haqida bir nechta qismli videolar qilaman, chunki hammasini men bitta videoda sig'dira olmayman. Ko'proq gapirib berishga harakat qilaman, lekin baribir hamma o'rgangan narsamni sразу bera olmayman. Inshaalloh, agar aktiv yaxshi bo'lsa, yana mana shunaqa videolar qilib, keyingi videolarda bo'lishib boraman. Demak, birinchi hayotini yaxshilamoqchi bo'lgan inson nimadan boshlash kerak? Ertalab uyg'onishdan boshlash kerak. Ya'ni vaqtli uyg'onish haqida gapirmayapman. Mana to'yib uxlab turdingiz, uyg'onganingizda shunday ko'zingizni ochyapsizda, qanaqa his-tuyg'uni his qilyapsiz? Ko'zingizni ochganingizda, yana o'sha narsalar, yana o'sha hayot, yana o'sha odamlar, yana o'sha muammolar, yana o'sha vaziyatlar degan yoqimsiz ощущение kelyaptimi, yoqimsiz his-tuyg'u kelyaptimi? Bu narsani to'g'rilash kerak. Har doim men o'ylardim, inson masalan emotsiyalarini, xarakterini, fikrlarini boshqara olmaydi deb. Lekin mana shu narsalarni boshqargan insonlar juda ham katta muvaffaqiyatga erishadi, juda ham ko'p yaxshiliklar kirib keladi hayotiga. Ertalab ko'zingizni ochganingizda birinchi bo'lib alhamdulillah men uyg'ondim. Allohim cheksiz shukr sanga. Uyg'onganimga, qolgan hamma muammolar men uyg'ondimki, demak hal bo'ladi ular. Nima bo'lgan taqdirda ham, qanaqa muammo bo'lgan taqdirda ham hayotingizni yaxshilamoqchimisiz, o'zgartirmoqchimisiz? Mana shu tavsiyamga amal qiling. Ertalab uyg'onganingizda ich-ichingizdan shukr, rozilikni his qiling. Qanaqa vaziyat hozir bo'lishidan qat'iy nazar, qiyinchilikmi, pul muammosimi, munosabatlarda muammomi, farzandingizni tarbiyalay olmayapsizmi, ota-onangiz bilan muammomi, opa-singillar bilanmi, do'stlar bilanmi, sog'lig'ingizda muammomi, farqi yo'q. Birinchi o'rinda shukr his qiling, chunki uyg'ondingiz. Bu yana yangi imkoniyat degani. Umuman ertalab uyg'ongiz kelmaydigan darajada уже nafratlanishni boshladingiz hayotingizda. Menda ham shunaqa vaziyat bo'lgan, shunaqa vaziyatlar bo'lib kelgan bir necha yillab va bu narsalardan qanaqa chiqishni bilmadim. Bir kun o'tirib o'zimni kuzatsam, uyg'onsam norozi bo'lib uyg'onyapman, ko'zimni zo'rg'a ochyapman. Norozi bo'lib joyimni yig'ib, bunday basharangizni xunuk qilib, uydagi odamlarga ham borib yuz qo'lingizni yuvib, choy ichib,
bo'ldi, mana shu joyda уже to'xtadi. Дальше, ya'ni kundan kunga bundan battar va battar, yana battar bo'lib ketadi. Yana muammolaringiz judayam ko'payib ketadi. Birinchi uyg'onganingizda o'zingizni to'g'rilashni boshlang. Bitta savol beraman. Aytaylik, hozir sizda bitta muammo bor va masalan pulmi, sog'lig'ingizmi, nima muammo bo'lishidan qat'iy nazar o'sha muammoyingiz hal bo'ldi deylik. Endi sizga tanlov qo'yilyapti. Mana shu hal bo'lgan muammoni tanlaysanmi yoki ertaga uyg'onishni tanlaysanmi yoki bu yoqqa pul qo'yamiz. $10,000, $100,000 вообще qanaqa katta summa xohlamang, o'sha summani beramiz. O'shani tanlaysizmi yoki ertaga uyg'onishni tanlaysizmi? Kommentda albatta yozing. Menimcha 100% yoki 99,9% odam ertaga uyg'onishni tanlaydi, to'g'rimi? Ya'ni bizani ertaga uyg'onishimiz bu judayam katta narsaligini mana shu joyda tushunib yetasiz va bunga xursand bo'lishni boshlaysiz. Sizga boshqa muammolar ko'rinmaydi ko'zingizga. U muammomi? Men uyg'onsam, demak u hal bo'ladi qachondir deysiz. Siz yashash tanlaysiz, to'g'rimi? Lekin nimaga siz bugun uyg'onganingizdan xursand emassiz? Masalan, kimdir sizga $10,000 bersa, $100,000 bersa, o'shani olib ertaga uyg'onmaslikni tanlamaysiz, buni отказ qilyapsiz. Shunaqa katta summani-da uyg'onishni tanlayapsiz, bor yo'g'i ertaga uyg'onishni tanlayapsiz. Lekin ertaga uyg'onganingizda siz xursand emassiz. Demak, sizni bir kuningiz, sizni ertaga uyg'onishingiz mana shunchalik qimmat turadi. $500,000 bersa ham, milliard, million bersa ham rozi bo'lmasangiz kerak, to'g'rimi? Ertaga uyg'onmaslikka. Qarang, qanaqa ценный sizni hayotingiz, qanaqa qadrli his qilyapsizmi? Demak, ertadan boshlab siz uyg'onganingizda xursand bo'lib uyg'oning. Rozi bo'lib uyg'onishni boshlang. Shu birinchi qoida bu, siz uyg'onganingizda mana shu hayotdan rozi bo'lib, mamnun bo'lib uyg'onishni boshlang. Farqi yo'q, qanaqa muammo bo'lsa ham boshida tanangiz, miyangiz bu narsani отказ qiladi. Yo, senda mana bunaqa muammolar bor deb sanab tashlaydi. Shuncha muammoying bor-u, sen xursand bo'lib uyg'onyapsan. Yo'q, bunaqa emas. Davay, o'sha muammoga kirib ketamiz boshimiz bilan deb muammolarni keltirishni boshlashi mumkin. Men o'zimda bo'lgan narsani aytyapman. Yo'q, hamma muammoni olib tashlab, faqatgina uyg'onganingiz uchun rahmat aytishni boshlaysiz. Bizning miyamiz, avvalgi videolarda ham aytgandim, ko'proq norozilikni ko'rsatib berishni yaxshi ko'rar ekan. Ya'ni kam, bo'lmaydi, yaxshi emas, unaqa, bunaqa, ya'ni nolish, norozilikni birinchi bo'lib ko'rsatib berishga harakat qiladi. Yaxshi narsalarni esa ko'rsatib beradigan hech kimimiz yo'q desak ham bo'ladi. Ya'ni yomon narsalarni bizga shayton ko'rsatib tursa, yaxshi narsalarni hech kim ko'rsatmaydi. O'zimiz anglab bilib olishimiz kerak. Va o'sha shayton aytgan narsalarga kirishib ketamiz. Yomon, unaqa, bunaqa. Aslida statistika bo'yicha ham qarasa, insonlarning hayoti yildan yilga juda ham yaxshilanib ketyapti. Osonlashib ketyapti yildan yilga. Hamma narsalar bor magazinlarda, olamiz desaylik, lekin noroziligimiz o'sha qolyapti. Avvalam o'sha qanday norozi bo'lishgan bo'lsa, insonlar haligacha o'shanaqa norozi holatda qolyapmiz. Bu noto'g'ri. Norozilik bizning hayotimizga yaxshiliklarni olib kelmaydi. Hech kimga olib kelmagan, menga ham olib kelmadi. Norozi bo'lib ham ko'rdim, yig'lab ham hamma narsa qilib ko'rdim. U taraflama men yaxshi narsaga erisha olmadim. O'zimga nabarot ko'p kasalliklar, yomonliklar kundan kun hamma narsa battar bo'lib kelishiga olib keldi. Ham pul taraflama, ham oilaviy munosabatlarim, hamma taraflama yomon bo'lib ketdi. Lekin bir kun rozi bo'lishni boshladim.
Prosta uyg'onganimdan rozi bo'lishni boshladim. Shunaqa hayotim yaxshilanib ketdi. Alhamdulillah, mana shu qarorga kelganim uchun shunaqa o'zimga rahmat aytaman, shunaqa xursandman. Shuning uchun mana shu главный texnika deb olinglar, shu narsaga amal qiling. Uyg'onganingizda qanaqa uyg'onardingiz, kommentda yozing. Hozir qanaqa uyg'onyapsiz shu videoni ko'rgandan keyin, nima qilmoqchisiz? Главный narsa, kuningizni qanaqa boshlasangiz o'shanday o'tadi kuningiz, oylaringiz ham, yillaringiz ham keyin rozi, yaxshi holatga tushib boraveradi inson. Har tomonlama yaxshilanib ketadi, nazaringiz faqat yaxshiliklarni ko'rishni boshlaydi inshaalloh. Shuning uchun uyg'onganingizda o'sha muhabbatingizda rozi bo'lib uyg'oning, xursand bo'lib, mamnun bo'lib uyg'oning. Juda ham kerakli narsa. Uchinchisi, rozi bo'lib uyg'ondikda, lekin kun davomida muammolar, nimalardir, vaziyatlar, odamlarning gaplari bizga ta'sir qilib, yana unaqa g'ijimlanib qoldik. Ya'ni norozi, qisilgan holatga yana tushib qolishimiz mumkin. Tabiiy hol, chunki atrofga qarasangiz, taksiga minsangiz, odamlar u qimmat, bunaqa, unaqa, hammadan ko'proq norozilikni eshitishingiz mumkin ko'chada. Shunaqa holatda odam qanaqadir nervlari qisilib, stressga kelib, qiyin ekan, unaqa ekan deb yana bizani holatimiz nito holatga tushib qoladi va bu ham yaxshiliklarga olib kelmaydi. Shuning uchun kun davomida hozir meni holatim qanaqa degan savolni berishni boshladim. Srazi holatimni rozilikka o'tkazishni boshladim. Mana inson o'zini ichki holatini kontrol qila olar ekan. Men o'ylardim, mana farzandim jog'irtiribdi, men bu baqirishim kerak, birov unaqa desa, bunaqa. Siz tanlash imkoni bor sizda. Ya'ni stressni tanlaysizmi yoki yaxshilikni tanlaysizmi? Albatta, ya'ni yaxshilikni deganda yaxshi holat ni tanlashingiz kerak o'zingizga. Masalan, o'ylab ko'ring. Xo'p, men yaxshi holat tanlay olmayman, qanaqa bo'lishini bilmayman, men o'sha qanaqa vaziyat kelsa shunaqa bo'lib ketaveraman desangiz, yomon stress holatda yashaydigan odamni rezultati dalnishi yana stressli vaziyatlar, ya'ni stressli daraxt nima chiqarib beradi? Stressli meva chiqarib beradi. Ichki holatingizni xotirjam, rozi holatga olib kela olsangiz, dalnish mevasi ham shunaqa bo'lib ketadi. Shuning uchun birinchi inson ichki holatini to'g'ri tanlay olishi kerak. Kun davomida hozir o'zimni qanaqa his qilyapman deb savol berib o'zingizga ichki holatingizni tekshirib ko'ring va agar o'sha norozi, qayeringizdir siqilgan holatda bo'lsa, o'zingizni bo'sh qo'yib, Allohim roziman, shukr, alhamdulillah deb tekshirib turishingiz kerak. Bu meni ikkinchi savetim. Albatta amal qiling. Keyin uchinchisi, inson doim nimadir xato, nimadir nito degan fon turar ekanda orqada. Mana miyada umuman bir rozi holatga o'tib keta olmasligimiz uchun что-то nito degan narsa turar ekan. Men o'zimni juda ham tekshirdim. Men butunlay hayotimni yaxshilashga harakat qilyapman. Alhamdulillah, juda ham ko'p vaziyatlar yaxshi bo'lib boryapti. Borgan sari xursandman, shukr Allohimga. O'zimni tekshirib ko'rganimda что-то nito degan qat'iy mana bunaqa ustanovka borda menda. Bu juda ko'pchilik odamda bor. Masalan, savol beryapman o'zimga, nima nito? Nito holatlar, masalan, hozir pulim yo'q, unaqa, bunaqa. Shu nito degan holatlarni hozir siz olib tasha olsangiz, fikringizdan, qalbingizdan, o'shanda yaxshilik eshiklari ochiladi. O'shanda shunday nur ochilib kirib keladi. Что-то nitoni bizga shayton aytib turadi. Sanda nimadir xato, qilayotgan ishingda nimadir xato. Qara, puling yo'q, nito, u yo'q, nito. Mana shunaqa holatda bo'lmang hech qachon.
mana birdan holatimni to'g'irlaymanda, yana kun davomida esimdan chiqib ketib, bu ishla telefon, a, farzandim bilan hal bo'lib, yana shunaqa что-то не то holatiga o'tib qolar ekanman-da. Va mana shu narsani olib tashlaganimdan keyin, ну, zo'r bo'ldi. Sizlarda ham inshaalloh zo'r bo'ladi. O'zingiz tekshirib ko'ring, shunaqa narsa bormi? Что-то не то degan holat bo'lmasin. Nimadir xatolik bor mani hayotimda. Alloh xato hayot yaratmagan. Yaratganiga mukammal yaratgan. Nimadir sizni hayotingizda hozir noto'g'ri, не то tuyulayotgan bo'lsa, bu aslida не то bo'lmasligi mumkin. Aslida bu yaxshiligi bo'lishi mumkin. Masalan, bitta hikoya eshitgandim. Hozir eslaganimcha gapirib beraman. Bitta odamning uyidan oti chiqib ketib qoladi. Odamlar aytadi, "Voy, yomon bo'ldi" deydi. Keyin u odam aytadi, "Yomonmi, yaxshimi? Buni men bilmayman, yaratgan egam biladi." Keyin oti o'zi bilan yana urg'ochi ot bilan birga qaytib keladi. Shunda odamlar, "Vau, yaxshi bo'ldi, oting ketib qolgandi, endi urg'ochi ayol bilan qaytib keldi. Ikkita bo'ldi oting" desa, ana yaxshi bo'ldi senga desa, bu yaxshimi yomonmi men bilmayman, yaratgan egam biladi. Keyin bir kun o'g'li o'sha otga chiqib, o'sha minilmagan otni haydab o'rgataman deb haydaydida, yiqilib qo'linimi oyog'ini sindirib qo'yadi. Odamlar aytadi, "Voy, ana o'sha otga mindi, yomon bo'ldi. Ana qo'lini yoki oyog'ini sindirdi" deganida, u odam "Yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, yaratgan egam biladi" deydi. Keyin o'sha vaqt urush boshlanib qoladi va hamma yigitlar urushga ketishi kerak bo'ladi. O'shanda kim yiqilgan bo'lsa, qo'li, oyog'i singan, ya'ni travmasi bo'lsa, ularni urushga olib ketisholmaydi va u yigit urushga ketmaydi, qolib ketadi. Shunda hamma aytadi, "Voy, otdan yiqilgani yaxshi bo'lgan ekan, ana urushga ketmadi." Shunda ham o'sha inson, odam yaxshi bo'ldimi, yomon bo'ldimi, yaratgan egam biladi degan ekan. Ya'ni nimadir не то qidirayotgan bo'lsangiz hayotingizda, aslida yaratgan egam uni tagida nimadir yaxshilik yashirib qo'ygandir. Uni Alloh biladi. Shuning uchun hayotingizdan nimadir не то degan narsani olib tashlang. Umuman не то emas. Не то, sani hayoting xato deb sizga tinmasdan shayton aytib turgan bo'lishi mumkin. Umuman quloq solmang bunaqa narsaga. Hayotingiz idealni, Alloh mukammal va sizni hayotingizni ham mukammal qilib yaratgan. Mana shu menda xatolik bor degan narsa bo'lmasin. Sizda ham, sizni hayotingizda ham hech qayerda xatolik yo'q. Mana shu vaqtgacha qanday yashagan bo'lsangiz, shunaqa bo'lishi kerak edi. O'sha vaziyatlar sizni yana ham zo'r holatlarga olib keladi va bu nimadir не то degan gapingiz, siz yaratgan egamman rejasini, Allohning planini bilmaganingiz uchun shunaqa o'ylayapsiz faqatgina. Shukur, man juda tavsiya qilaman, juda aytaman. Men ham har kuni shukur qilishga harakat qilaman. Shukur qilingan narsa ortadi, norozi bo'lingan narsa ham ortadi. Ya'ni sizni diqqatingiz qayerda bo'lsa, nimadan norozi bo'lsangiz, o'sha narsa ortib ketadi. Nimaga shukur qilsangiz, nimadan mamnun bo'lsangiz, o'sha narsa ham ortib ketadi. Sizni ichingizdagi narsa sizni hayotingizda ko'rinadi, takrorlanadi. Ichingiz qanaqa bo'lsa, hayotingizda o'sha narsani yashaysiz. Ya'ni sen nima yesang, o'shanga aylanasan, sen qanaqa o'ylasang, o'shani yashaysan. Mana shu gapimni вообще bir yozib, anaqa muhrlab, doska qilib qo'ying o'zingizga. Nimani fikrlasang, qanaqa fikrlarda o'tirgan bo'lsang, o'shani keyin yashaysan. Vot, hayotingizda Alloh jazo yoki yaxshilik bermas ekanda, o'zingizni fikrlaringizni, o'zingiz o'ylagan narsalaringizni o'zingizga shunchaki qaratib qo'yar ekan, oyna qilib. Shuning uchun
mani boshimga unaqa keldi, bunaqa keldi deb ba'zan xafa bo'lish kerak emas ekan. To'g'ri, sinovlar bo'ladi. Sinov Alloh sizni yaxshi ko'rib ketgandan nimasidadir sinagisi kelar, lekin asosan yomonliklar ko'payib ketsa, o'zingizni bir tozalab o'tkazishingiz kerak ichingizda. Bu haqida keyingi videoda batafsil gapirib beraman, qanaqa qilib tozalovlar o'tkazamiz fikrlarimizda. Hozirgi aytadigan gaplarim ham ancha tozalov, lekin yana fikrlarimizni, ichki holatimizni tozalash haqida batafsil gapirib beraman. Shu rozi shukur sizga bermoqchi bo'lgan to'rtinchi tavsiyam bu: shukur qilishingiz kerak. Yaratgan egam hamma bergan narsasiga shukur qiling, hammasiga. Birinchi o'zingizdan boshlang. Inson qanaqa mo'jiza, mana qarang, insonga o'xshagan nimadir kimdir yarata oladimi? Umuman yarata olmaydi. Hamma kami ko'stingiz bilan o'zingizni yaxshi ko'rib shukur qiling. Hayotingizga, ota-ona farzandlaringizga, hammasiga, sizga berilayotgan hamma imkoniyatlarga shukur qiling. Shukur haqida to'liqroq alohida video qilaman. Judayam zo'r narsa. Ko'plar aytadi, hamma aytadi, lekin men ham aytmasam bo'lmaydi. Chunki shukur qilish meni hayotimni yaxshiladi. Keyingi tavsiyam: yaratgan egam bilan do'st bo'ling. Allohim, gaplashing yaratgan egam bilan. Allohim, uncha yaxshisan yaratgan egam. Shunaqayam seni yaxshi ko'raman, Allohim. Hamma narsada haqsan, Allohim. Hamma joyda haqsan, hammani hayotida haqsan. Hamma taraflama to'g'risan. Shunday yaxshi ko'raman seni, rahmat. Bunchayam meni yaxshiligiga to'ldirib tashlading. Yaratgan egam, uncha bu olma shirin, shunaqayam narsa yaratasan. Men qanday qilding bu narsani yaratgan egam? Men lolman. Seni bu yaratgan mo'jizalaringni oldida men judayam hayratdaman. Seni ko'rgim keladi. Badanlarim hozir jimirlab ketdi. Yaratgan egam bilan gaplashing shunaqa qilib. Judayam boshqacha his olasiz, xotirjam bo'ling. Allohim, sen borkusan, nimaga men bunaqa jig'ibiyron bo'lib, qisilib, g'ijimlanib, ichingizni yeb yashash kerak emas. Yaratgan egamga topshirib qo'ying hamma narsani. Hammasi yaxshiligiga bo'lib ketadi. Alloh bilan do'st bo'ling. Judayam aytmoqchi bo'lgan gaplarim ko'p, lekin menimcha bugunga yetadi. Hozir shunaqa gaplar ko'p kelyapti gapirgan sari. Lekin o'sha mana 20 minut bo'lib qolibdi. Qolganini yana gaplashamiz inshaalloh keyingi videolarda. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Albatta amal qiling. Shunaqa xursand bo'laman. Foydasi tegsin, sizga foydasi tegib gaplarimni rivojlansiz. Menga Allohim yanayam yaxshiliklarni beradi deb o'ylayman. Shuning uchun shunchaki tekinga bo'lishga qaror qildim. Yana savollaringiz bo'lsa, nimalar qiynayapti sizni, yozib qoldirsangiz, qanaqadir bilgan narsalarim bilan bo'lishib boraman. Rahmat. Obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlasangiz judayam xursand bo'laman. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha.